بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تفسير جلالين سورة بقرة دواما أقيمس. Aldığın saat dersi 29. ayet okuduk. Oldingi soatdagi darsiningki oxirgi oyatlarda Alloh taolo o'zining qudrat kamolini ko'rsatgan dalillarni so'zlagan edi. Yana kofirlarga qarata xitob qilib turib Alloh taolo sizlar o'lgandan keyin tirilishni, Alloh taoloning qayta tirildiradiganligini inkor qilsanglar, Alloh taoloning qudrat daliliga qarab boqmamsizlar. Alloh taolo zimindagi hamma narsani yaratdi. Osmonlarni yaratdi, osmonni yatqatib yaratdi. Oshundoq narsani yaratishga qodir bo'lgan zot, mushunday cho'ng narsani yaratishga qodir bo'lgan zot, inson o'lgandan keyin uni tirildirish uningdan oson bo'lsa, uningga albatta qodir emasmi degan mazmunda shu oyatlar so'zlab o'tilgan edimdi. Ya'ni Alloh taolo hamma narsani bilib turuvchidir. Endi ma'sat darsimizda Alloh taolo deydi: "Estaizu billah. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون." Yani öz vaqtida Parvardigoring farishtalarga men yer yuzida xalifa, ya'ni o'rinbosar yarataman dedi. Farishtalar yer yuzida buzuqchilik qilgan, qon to'kadigan shaxsni xalifa qilamsan. Halbuki biz bo'lsak, sizni pok deb madihalaymiz, muqaddas deb madihalaymiz dedi. Alloh taolo men haqiqatan sizlar bilmaydigan narsani bilaman dedi. Ya'ni bu oyatdagi va iz bo'lsa, ya'ni uzkur degan ma'noda ekan. Ya'ni asliga Muhammad alayhisalom shunda bir vaqtniki demoqchi. Yetdi Parvardigoring farishtalarga men qiluvchidirman zaminda bir xalifani. Ya'ni xalifa degan yaxlifuni في تنفيذ أحكامي فيها وهو آدم. من زمندا من أحكامlarımni icra qilishda bana o'rinbosar bo'lgan shunday bir narsani yarataman, xalifani yarataman degan edi. U xalifa ismi Odam alayhisalomdir. Degan chog'da aytdi farishtalar: "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha." Yaratqansan zaminda, shu zaminda buzg'unchilik qilgan shaxsni. Yine bu buzg'unchilik qilish, gunoh ma'siyatlarni qilish bilan buzg'unchilik qilish deb tafsir qilibdi. Va yasfiku dimaa, qonlarni to'kadigan, ya'ni yuriquha bil qatl, ya'ni qotillik qilish bilan qonlarni eqitadigan, shunday qon to'kadigan bir shaxsni yaratamsan. Buni farishtalar buni ilgari bu Odam alayhisalomni taxi Alloh taoloni yaratmoqchi bo'lganligini tunji qidim anglayotgan bo'lsa, nimaga qarata atajaru fiha man yufsidu fiha va yasfiku dima degan gapni deydi desam, ya'ni kama fa'ala banul jan va kanu fiha. Xuddi jinlarning bolalari qilganga o'xshash. Halbuki ular ochlarning ichida bor edi deydi. Farishtalarmi ochlarning qatorida? Yo'q, banu va kanu fiha degan shu jinlarning bolalari shu zaminda bor edi demoqchi ekan. Zaminda bor edi. Shuni qarata jinlarning bolalarininki ochda qilganligini jin shaytonlarning. Farishta ko'rgan bo'lishqa shuni qarata deb o'tibdi bu yerda. Falamma afsadu. U jinlar ashda buzg'unchilik qilgan vaqtda albatta Alloh taolo ularga malaikalar qo'g'ilib ularni jaziralarga, jazira degan shu orollarga, dengizlarning orollariga va tog'larga haydab o'tgan edi. Farishtalar so'zining davomida deydi: "Va nahnu nusabbihu bihamdik." Biz tasbih etimiz multabisina degan sana hamda etish bilan aralashtirgan holatda. Ya'ni sana hamda etish bilan sana tasbih etimiz. Ya'ni subhanallohi va bihamdihi deymiz degan ekan. Endi men subhanallohi va bihamdihi degan so'zningki fazilati nihoyat yuqori. Masalan, payg'ambar alayhisalom bu birisi farishtalarni Alloh taoloni deydigan vaqtda bu so'zni aytgan aynan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisni degan desa,
Aşağıdasın mazmunu Subhanallah ve bihamdihi deb kunda 100 qatim o'qigan odamga 100 yaxshilikning savobi yoziladi, 100 xatolik o'chirildi deb xabar berganmiz. Bu nihoyat fazilati yuqori bir zikrlar hamda. Va nuqaddisu lak. Va biz sana seni muqaddas deb bilamiz. Ya'ni va nuqaddisu degan buning tafsirida nunazzihuka amma la yaliqu bik. Seni sen sana loyiq olmaydigan narsani poklaymiz. Fellamu zaidatun. Müşen nuqaddisu lakadiki lam ziyade kelgan debdi. Uçak ziyade kelgan bo'lsa jumla hal bo'ladi. Yani femen ahaqqu bil istihlafi. Kim bu haqliq bo'lsin, kim yo'q. Biz haqliqroq turimiz xalifa bo'lishqa. Yani mushta bo'lgandan keyin biz zaminda xalifa bo'lishqa bekor haqliq emasmi degan edi demoqchi. Bunun qarta aytdi Alloh taolo inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman. Inni degan haqiqatan men bilguchidirman. Bir narsaniki sizlar bilmaysizlar. Bu sizlar bilmaydigan narsa bo'lsa minal maslahati. Min shu oyatga ma'ni bayon qilyapti hozir va tafsirda. Sizlar bilmaydigan nurg'un foyda manfaatlarni men bilaman. Bu foyda manfaatlar nima desa, Odam alayhissalomni talib qilishdiki. Va anna zurriyatahu. Uning bolalari ularning ichida Odam alayhissalomning bolalari bo'lsa, shu bolalarning ichida itoat qiluvchi bor va osiylik qiluvchilar bor. Onda olgandan keyin ularning orasida Alloh taoloning odillik oshkor bo'ladi dedi. İtaat qilganlarni mukofotlaydi, osiylik qilganlarni jazolaydi. Bu orqali Alloh taoloning odil degan sifati oshkor bo'ldi demoqchi. Yetti farishtalarım lan yakhluqa rabbuna khalqan akrama alayhi minna wa la a'lama lisabqina lahu wa ru'yatina ma lam yarahu. Parvardigorimiz yaratmaydi hargizmi o'ziga bizdan hurmatliroq bo'lgan va bizdan bekrak olimroq bo'lgan bir maxluqotni yaratmaydi deyishgan edi. Nima uchun desa, bizningki u maxluqotdan ilgari kelganligimiz uchun va bizning u maxluqot ko'rilmaydigan narsani ko'ralaydiganligimiz uchun Parvardigorimiz bizdan hurmatli va bizdan olimroq bo'lgan bir maxluqotni yaratmaydi degan edi. فخلق الله تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها. Şunun yarattı Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı zeminin yüzünden. Zeminin yüzü yaratkandan keyin zeminin yüzüde her xil nimeler oldu hem de. Her xil rengler. Bi en qabada minha qabdatan min cemi' alwaniha. Yani topshirib oldi shu zeminden bir o'chim topini. Zeminin ranglarının hammasidan bir o'chimni oldi va ujinat bil miyahil muxtalifa. Shuningdek u bir o'chim topa xilma-xil suvlar bilan yug'urildi. Ondan Alloh taolo o odamni barobar qildi va uning ruhini kuyladi. Shuning bilan u his qilguvchi bir hayvon bo'ldi dedi. Fasara hayvonan hassasan ba'da an kana jamadan. O ilgari jonsiz bir maxluqot bo'lgandan keyin o'sha his qila oladigan bir hayvon, ya'ni his qila oladigan bir jonliq bo'ldi demoqchi. Va allama Adem al-asma'a. Shuni va o'rgatdi Alloh taolo Odam alayhissalomga ismlarni. Yani asma'al musammayat. Yani atalg'ularningki turli shaylar ismini o'rgatdi. Kullaha. Ay ismlarning hammasini. Hatta al-qas'ata wal-qusay'ata wal-faswata wal-fusayya. Yani nurg'un shaylarning ismlarida bo'ldi. Bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Qanday o'rgatdi desa, Odam alayhissalomning qalbiga shu shaylarningki ilmini tashlash bilan ilhom qilish orqali. Humma aradahum. Ondan tanladi shu atalg'ularni, shu ismlarni tanladi Alloh taolo malaikalarga. Ya'ni fihi taghribul uqala degani bu yerda al-musammayat bo'lganligi, musammayatning ichida shu aqllar bor, g'ayri aqllar bor. Lekin bu yerda hammasi al-musammayat deb keltirib o'tishi, bu yerda aqllarni g'olib
kelganligi uchun shu bu yerda al musammiya deb keltirgan nima ishim. Tanada ularni farishtalarga dediki Alloh taolo ularni tabkitan mat qilish uchun dediki anbiuni menga xabar beringlar. Shu narsalarniki ismlarini. Yani shu musammayatlarning atalg'ularning ismlarini menga xabar beringlar dedi. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar fi anni la akhluqu a'lama minkum yoki annakum ahaqqu bil xilafa. Yani meni yani Alloh taolo uni demoqchimdi. Meni sizlardanmi olimlar birisini yaratmayman yoki xalifa bo'lishga biz haqliroq degan gapinglarda rostchil bo'lsanglar, yani osh narsaniki ismini deb bir qilqini dedi. Bu shartning javobi dalolat qildi unga ilgirki narsa. İlgirki oyatdagi mazmun ma shartning in kuntum sodiqinninki inning javobiga dalolat qiladi demoqchi. Inning javobi ilgirki oyatning mazmuni shu demoqchi. Qalu subhanak etti farishtalar. Sen paktursan ey Rabbimiz. Yine seni sana itiraz bildirishtin seni pak deb bilmaymiz. La ilma lana illa ma 'allamtana. Bizning ilmimiz yo'q, faqat sen o'rgatgan ilm bor. Yine o'rgatding iyyahu degan uni. Innaka anta. Hakikaten sen bo'lsang, bu yerdagi anta innakadagi kafni ta'kidlab kelgan deydi. El-alimul hakim. Hakikaten de şeksiz yani hemen bilgüçü ve hikmet bilen iş kılıcı zat dursan. Yani ellezî la yahrucu şey'un en ilmihi ve hikmetihi. Hiç kandak bir nerse o Allah Teala'nın ilmidin ve hikmetinden çıkıp ketelmeydi. Etti Allah Teala ya Adem'e embihum bi esmaihim. Ey Adem haber bergin aşu periştlerge aşu musammiyatlarınki isimlerini fesemma kulle şeyin bismihi ve zekere hikmetehu allati khuliqa laha. Allah Teala müşta degandan keyin Adem Aleyhisselam hamma narsani uning ismi bilan atab berdi va shu narsaning nima uchun yaratilganligiga hikmatni deb berdi. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala Adem Aleyhisselam farishtalarga shu narsalarniki ismlarini xabar bergan chog'da yetti Alloh taolo farishtalarga koygan holatda alam aqul lakum inni a'lamu g'aybas samawati val ard va a'lamu ma tubduna va ma kuntum taktumun. Demeganmidim men sizlarga haqiqatan men bilaman osmonlarning va zaminning g'ayblarini. Yine osmon va zaminda g'oyib bo'lgan narsalarni. Yine g'aybdiki sizlar bilmaydigan narsalarni sizlarga nisbatan g'ayib bo'lgan narsani bilmayman demoqchida. Va bilaman sizlar oshkorlagan narsani. Tubduna degan tuzhiruna min qawlikum ataj'alu fiha. Ya'ni sizlarningki zaminda ashuna bir buzg'unchilik qilgan mahluqotni yaratamsan deb oshkora aytgan so'zinglarni bilaman. Va ma kuntum taktumun. Va sizlar yushirgan narsani bilaman. Bu sizlar yushirgan narsa nima desa Len yaxluqa Rabbuna ekrem aleyhi minna ve la a'lem. Parvardigorimiz biz o'ziga bizdinmi hurmat kerak bo'lgan va bizdan olimroq bo'lgan bir mahluqotni yaratmaydi degan deb maxfiy degan so'zinglarni bilib turuvchiman deb tushunardi. Xo'sh, endi keyingi oyatda Alloh taolo deydi: "Va iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara va kana minal kafirin." Yani asliginki Muhammed Aleyhisselam şu vaqtniki dedik biz malaikalarga sajda qilinglar Odamga. Yani bu yerga sajda qilish, yani Alloh taologa sajda qilish ma'nosi kerak ibodat sajdasi emas, balki hurmat sajdasi deydi. İnish bilan. Başta hurmat sajdasi qilinglar degan edik. Fasajadu illa iblis. O farishtalarning hammasi sajda qildi. Faqatla iblis sajda qilmadi.
Bu iblis olsa cinlarning dadasidir. O farishtaning orasida bor edi deydi. Eba başlattı o iblis yani imtina'a ani sujud secde qilishdan başlattı ve tekabburluk qildi. Dedik ana hayrun minhu debdi. Ben odamdan yaxshiroq dedim. Mushu so'zning sababidan u kofirlardan bo'lib ketdi deydi. Yani Alloh taoloning ilmida u kofir edi. Ve dedik biz ya Adem uskun ente. Ey Adem turgun sen ve senin ayağının cenneti turgun. Yine müşer uskun entedik ente a uskundaki zamir müstetirini ta'kidlab kelgan deydi. Liyu'taf alayhi. Uningga atf qilinish uchun va zawjuka degan. Va zawjukani a uskunga atf qilingan bo'lgandan keyin cho'qim oyat entani kelishi shart emas. Enta kelmasi bo'lmaydi. Shunga bu uskundagi zamir müstetirini, yoshirin zamirni ta'kidlab kelgan demoqchi. Va zawjuk degan u Havvo onamizdir. Bilmad. وكان خلقها من ضلعه الأيسر. Havvo onamizniki yaratilishi Odam alayhissalomniki so'l qovurg'usidan bo'lgan, so'l qovurg'usidan yaratilgan. Ya'ni jannatda turinglar, yanglar va yanglar shu jannatdan noyat keng qushada hech qanday bir cheklanish yo'q holat yanglar. Xohlig'inglar bo'yicha va yaqinlashmanglar bu daraxtga dedik. Yine bu daraxtdan yeyish bilan yaqinlashmanglar. Yine bunda yeniga yaqin kelib qolsin bo'lmaydi degan emas, balki yeyish orqali yaqinlashmanglar demoqchi ekan. U daraxt nima eti desa, bug'doy eti yoki uzumti yoki o ikkisining g'ayridir. Bu vaqtda aniq bir ma'lumot bo'lmagan ekan, o'sha daraxtning qaysi daraxt ekanligini. Mana shuni tafsir qilib boqilgan gapkan. Fatakuna va agar bu daraxtga yiqilishib qolsanglar, sizlar zolimlardan bo'lib qolasizlar dedik. Yine asilardan bo'lib qolasizlar. O'sha fatakunadiki asli takunani edima. Keyiniki nun chiqib qolib edi. Nima uchun desa, faiz sababiyat deylikimiz. La taqraba nisbatan shu sabab bo'ldi deb edi. Bu daraxt yaqinlashmanglar, agar yaqinlashib qolsanglar, zolimlardan bo'lib qolasizlar demoqchi bu. Azallahuma shaytonu. U ikkisini iblis ozdurdi. Ya'ni shayton ozdurdi. Yine azallahuma degani azhabahuma deb tafsir qilibdi. Yana bir qiraatda azalahuma deb o'qilgan deydi. Bu chog'da nahahuma degan bu kelimni. Ya'ni yiroqlashtirdi degan ma'noda. Anha jannatin yiroqlashtiryapti. Shuki ularga men sizlarni mangu qilib qolgan daraxtga yaqinlashtirib qo'yaymi deyish orqali. Va qasamahuma billahi. Shayton u ikkisiga Allohning nomi bilan qasam qilib innahu lahuma laminin nasihin. Yani men sizlarga sizlar ikkilarga nasihat qilishlardir. Nasihat qilg'uchi bir qilg'uchilarning qatoridanman deb Allohning nomi bilan qasam qildi. Mushunday qilgan bo'lgan ekan ezib ketgan gapdan Odam alayhissalom. Fa akala minha. Odam alayhissalomdan Havvo onamiz shu daraxtni yeb soldi. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Yani shayton u ikkilanni u ikkisi turayotgan shu ne'matlik jannatdan chiqarib o'tdi. Undan keyin dedik biz ihbitu shular zaminga. Ya'ni sizlar bimashtamaltum alayhi min zurriyatikuma. Ya'ni sizlar o'zingizga olgan vujudinglardagi shu farzandinglar bilan hammanglar zaminga tushinglar dedik demoqchi. Ama mana tafsir qildi, ihbitu degani buni tafsir qildi. Ba'dukum li ba'din adu. Sizlarning ba'zinglar dushman bo'lganlar tushinglar. Yani farzandlaringning ba'ziga dushman bo'lgan holatda deydi. Yani ularning ba'ziga zulm qilgan uchun. Va lakum fil ardi mustaqarrun. Sizlar uchun zaminda bir qarorgoh va manfaatinish bor. Yani mustaqar degan mavdu'u qarorin degan bo'lgan. Mata'un degan sizlar shu zaminda manfaatlangan turli o'simliklar. İlahin, yani ecrinla tuştuğun vakit gelgiçe. Fetelakka Ademu min
robbihi kalimatin. Allah Odam alayhissalom Parvardigordan bir qancha kalimani qabul qildi. Bir qancha kalimalarni o'rgandi. Alhamahu iyyaha. İlham qildi. Alloh taolo Odam alayhissalomga shu kalimalarni. Yana bir qiroatda Adama deb nisb o'qilgan deydi. O chog'da kalimatun deb rab o'qildi ekan. Yine fetelakka Adama min rabbihi kalimatun. O chog'da yani keldi. Talaqqa degan keldi Odam alayhissalomga Parvardigor tarafdan bir qancha kalimalar degan bo'lgan. Kalimatun talaqqoninki fa'il bo'ldi o chog'da. O kelimeler qaysi kelimeler ey desa Rabbana zalamna anfusana ve illam taghfir lana ve terhamna lanakunanna minal khasirin degan mushu kelime shukan. Mushu duana katta duamdı. Fada'a biha. Adem Aleyhisselam shu kelimeler bilan duo qildi ve Parvardigorga qildi. Tövbe qilgan ekan Alloh taolo uning tövbesini qabul qildi. Haqiqatan u Alloh taolo at-tawwabdir. Bandalarning tövbesini qabul qiluvchidir ve bandalarga rahim qiluvchi zotdir deydi. Alloh taolo hammalarni o'zining rahmatiga erishishlarinki qatoridan qilsin. Alloh taolo manfaatga mata qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.